Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Mana bugun bizda stиральный mashina Samsung. Problema подшипник g'ijillab aylanyapti. Подшипникni almashtiramiz maqsad. Tez aylanganda qattiq ovozi chiqib ketib, kvartirada qo'shnilarga ham tinchlik bermayapti. Mana hozir ochib ko'rsataman. Mana ochilgan holati bu. Bak razborni ekan, mana salninglari. O'zi bir marta ochilgan oldim bu. Stиральный mashina. Ochib bir marta подшипник almashtirishgan ekan. Agar yangi bo'lsa, bunaqa germetiklar turmaydi salning yonida. Mana shu holatda ochdik. Ko'rib turganingizdek, mana ochilgan holati. Mana shu yerdagi salnidan suv qo'yib yuborgan tomonga, подшипник tomonga. Va mana bu yerni yeb yuborgan. Mana kimdir mana to'y bilan urgan ekan bu yerda. Mana подшипник turgan joyi yeyilib ketibdi. Bu yerda подшипник turadi. Shu valli o'zida. Bu chekkasida, bak tomondagi chekkasida u yerda salning turadi. Mana shu yerda salning turadi. Bu yerda ham, u yerda ham подшипник turadi. Ikkita подшипник bo'ladi. Подшипник 204 ga 205 razmer. Mana подшипникni xizmat qildik. Ana endi biz kronshtayn ham almashtirishimiz kerak. Nimaiki bu yeyilib ketgan. Kronshtaynni almashtiramiz. Mana подшипник o'ynab qolyapti bu yerda hozir. Podшипник o'ynab qolyapti. Yangi kronshtayn zakaz qilib, mana bu yerda ancha sarapin bo'lgan mana. Salning turadigan joy mana shu oq turgan joyi, salning turadigan joy. Bu yerdan yana suv qo'yaveradi hali. Shuning uchun biz yangi kronshtayn qo'yamiz. Shu orqasidagi 3 burchak narsa bu kronshtayn deyiladi. Shunaqa holat hozir. Mana kronshtaynni xizmat qildik. Ko'rib turganingizdek, endi bu iznошенный yangi zakaz qilib boshqa qo'yamiz. Mana zakaz qildik, olib keldi. Zakaz qildik, olib keldik. Yangi ozonga zakaz qildik. 2250 so'mga zakaz qildik. Именно shunaqa seriya nomeri bor. U yerda seriya nomeriga qarab ham zakaz qilsa bo'ladi. Mana shunday turadi mana bu. Mana bu uстановка qildik, qaytib qo'ydik. Ishlayotgan holatini afsuski sizlarga ko'rsatolmadim. Videoga olish esdan chiqibdi. Stиральный mashina yaxshi ishlayapti. Agar shunday xizmatlar bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Stиральный mashina sohasida ham uncha-muncha bilimimiz bor. Sog' salomat bo'linglar.